Bu shuncha giyoh va damlamalar do'koni qayerda joylashgan deb o'ylaysiz? Buni bizning do'konimizda ko'pchilik bilmaydi, qayerda joylashganini. Manzilimiz Xorazm viloyati Urganch shahar Dorital Optumda. Hozir tashqaridan ko'rsataman sizga. Mana tushunib oling, bu Doritalning oldi tarafi. Mana bu universitet tarafi. Universitet tarafdan kelasiz mana. Bilim xazina mana katta. Ko'ribmizda? Bilim xazinadan keyin kelasizlar mana. Dorixona, keyin Oybek. Oybek deb yozilgan. Mana kiraverasizlar endi shunda. Ichkariga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aytgan haligi do'konimiz shu. Hamma giyoh damlamalar shu yerda joylashgan. Har xil giyohlar. Firmenniy zavodskoy. O'zida yozilgan qanaqa kasalliklarga davo, qanaqa ichiladi, qanaqa dozada. Qo'rqmasdan ichaverasizlar. Shuning uchun doktor bo'lish shart emas. Mana bu grammli kiloli variantlari. Bular turlari ko'p. Batafsillarni keyingi videolarda kuzatsangiz ko'rsatamiz. Mana bular yog'lar, shifobaxsh yog'lar turlari. Ko'rdingizmi bu? Test o'tkazaman. Mana bu tabiiy siroplar mana. Mana bu surtadigan, og'riqlar uchun surtadigan yog'lar. Mana bular ham mana efirniy massalar yog'lar. Mana sizlarga mahsulot kerak bo'lsa. Mana bu ozish uchun. Mana bu har xil rossiyskiy damlamalar. Mana bu qon ko'paytiradigan xurmo shimisi. Tak, dalchi bo'shi, biodobavkalar ham bor. Biodobavkalarning har xil turlari bor, tabiiy. Mana sedana yog'i, qovoq yog'i, rastorovka yog'i, bu mana ko'rib turibsizlar? Bularning kapsula ko'rinishida. Hammasi tabiiy. Qovoq urug'i maydalangani. Mana bular damlama choylar bular. Ko'raveringlar, videoni to'xtatib, pauza qilib yoki screenshot qilib ko'rsangiz ham bo'ladi, qanaqa damlamalarimiz borligini. Bu damlamalarning hammasi bir joyda joylashgan. Shunga kelasiz, ishingiz bitadi. Tamom. Tak, mana bu tarafdan ko'rsataylik. Ko'rdingizmi mana? Bunaqa damlamalar boshqa joydan topishingiz juda ham mushkul. O'zingizga mushkulotga solib o'tirmasdan tayyorgina mana bizga kelsangiz bo'ladi. Nomerlar pastda yozilgan.